Мы находимся с вами на территории Ташкент-Сити. Вы видите перед собой лот номер 7. Этот лот, на котором будет воздвигнуты 6 шестиэтажных зданий, на первом этаже которых будет размещаться торговые комплексы, кафе и рестораны. А на верхних этажах жилая зона. В 2018 году выиграла тендер, и дирекция Ташкент-Сити заключила с нами договор на постройку. Мы являемся инвесторами. И сразу же после того, как с нами был заключен договор, мы приступили в 2018 году в сентябре месяце к работам по возведению этого делового комплекса. Сейчас вы видите, что практически наше строительство уже 35–40% от намеченного выполнено. Завершение строительства планируется где-то в мае 2020 года. И на данный момент, скажем так, ударными темпами это строительство осуществляется. На площадке у нас трудится около 800 человек рабочего персонала и около 200 инженерно-технических работников. Также на нашей площадке есть наши иностранные партнеры. Это две турецкие компании «Бериншат» и компания «Акбаир», которые помогают нам возводить данные комплексы. Bizning Family Group kompaniyamiz Toshkent City ishbilarmonlar majmuasida 7-lotida 7 qavatli turar joy va maishiy xizmat ko'rsatish majmuasini qurilishida ishtirok etyapmiz. Hozirgi kunda ishlar 25% atrofida bajarildi. Bizning lotimizda har bir etajda 4000 kvadratdan iborat. Yerto'la qismida 170 avtomobilga mo'ljallangan avtoturargoh, birinchi-ikkinchi qavatlarda savdo majmualari, yuqori etajlarda 150 ta kvartira loyihalashtirilgan. Qurilish rejasi bo'yicha 2020-yil may oyiga qurilishni yakunlashimiz kerak. Hozirgi kunda kecha-kunduz ishlab shu qurilish rejasi bo'yicha shu chiqmagan holda shu ishlarni bajarishga harakat qilib kelyapmiz. Tashkent City ishbilarmonlik markazining 7-lotida bizning korxona, ya'ni MCJ shaklidagi Luxury Apartments qo'shma korxonasi 7-lotning bir qismi, ya'ni 1 gektar yerida bino inshoot quryapti. Shu bizning korxona. Bu korxona bizda o'zi yo'nalishimiz mehmonxona va biznes center va xuddi shu yo'nalish bo'yicha biz tajribaga ega bo'lganimiz uchun shu narsani bu yerda qo'llamoqchimiz. Kelajakda bu narsa bizga yurtimizga, xalqimizga xizmat qiladigan joy bo'ladi. Umumiy maydoni 34 000 kvadrat metr bo'lyapti. Binoyimiz yer osti avtoturargohi bor. Uni maydoni 10 000 kvadrat. Hamma ishlarimiz yaxshi ketyapti, xudoga shukr. Berilgan PDP asosida shu fasad qismi qanday ko'rinishda bo'lishi kerak bo'lsa, master plan bo'yicha xuddi shu asosda ketyapmiz. Undan tashqari shu Miravoy o'rnidagi Arup kompaniyasini bergan loyihasiga asosan bizning loyihamizga mos kelgan loyihada bu 3 yulduzli mehmonxona bilan biznes center juda loyiq bo'lgan. Xuddi shu narsani biz hozir amalga oshiryapmiz. Ishda hech qanaqa kamchiligimiz yo'q. Bizning loyiha qiymatimiz 10 million AQSh dollarida baholangan. 2020-yil birinchi kvartalga bitish kerak. Bu binoyimizni o'shanga qarab biz harakat qilyapmiz.